Migratsiya bilan tug'ilgan bolalarni necha yoshda operatsiya qildirish kerak? Juda ham qiziq savol. Migratsiya bilan tug'ilgan bolalarni 6 yoshdan keyin, ya'ni 7 yoshdan boshlab operatsiya qilishimiz ham mumkin. Eng yaxshi qulay davr bu 7 yosh bilan 11 yosh oraliq hisoblanadi. Nima uchun 6 yoshdan keyin? Chunki bolada bu material yetarli bo'ladi biza uchun. Ya'ni bu teri yaxshi shakllangan bo'ladi va o'sha quloqni shakllantiradigan qovurg'a tog'ayi ham ancha shakllanib yetarli darajada bo'ladi. Xo'p, va bolada psixologik travmani oldini olish uchun ham 6 yoshdan keyingi davrda tanlaymiz. Chunki bola bog'chani tugatib yangi muhitga boradi, ya'ni maktabga. Maktabda bolalar oldidagi o'ziga bo'lgan ishonchini shakllantirish uchun ushbu operatsiyani shu yoshlarda o'tkazgan ma'qul. Endi yoshi chegaralanmagan, necha yoshgacha bo'lishi, albatta bu agar bizaga material yetarli bo'lsa, qovurg'a tog'ayi suyaklanmagan bo'ladigan bo'lsa, 30-40 yoshda ham ushbu amaliyotni o'tkazsak bo'ladi. Lekin boshlanishi 6 yoshdan keyin, undan erta iloji yo'q.